Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu insonlarningki vaksinaga bo'lgan pozitsiyasi to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlamoqchi. Endi hammamizning xabari bo'lgandagidek, mushu Xitoydan tarqagan bu vaboning butun dunyo miqyosida zo'r tahdid yaratishiga ergishib, insonlarningki bu vaksinani kontrol qilishga bo'lgan umidi mushu vaksinaga markazlashdi. Ya'ni bu vaksinaninki muhimligininki qaytadan bir qiziq nuqtaga aylanishiga ergishib, insonlar orasida vaksinaga bo'lgan izdinish, ya'ni ishonch, gumon va andishalarmi nihoyatda yuqori bo'lmoqda. Ba'zi qarindoshlar shu vaksina to'g'risida har xil savollarni so'ragan bo'lg'achqa, men bugun shu har qaysi davlatlardagi xalqlarningki vaksinaga tutgan pozitsiyasi jihatda ozroq izdinish ilib borgan edim. Men tövende bu izdenişimninki natijalarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat berib anglashinglarni umid qilaman. Bu vaksina deganimiz hamda mushu kasallikning oldini olishda qo'llaniladigan muhim bir vosita bo'lib, hozir qadar butun dunyoda har xil kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynayotgan vaksinalar 30 xildan oshadi. Undan boshqa yana nurg'unlagan kasalliklarga qarshi vaksinalar hozir yanala tadqiqot bosqichida, yaqin kelgusida balkim bizda texmo ko'p vaksinalar dunyoga kelishi mumkin. Endi ularning ichida virus keltirib chiqargan kasallikka qarshi vaksina hozir qadar 20 xildan oshdi. Bakteriya keltirib chiqargan kasalliklarga qarshi vaksina 10 xildan oshdi. Endi bu dünya miqyosida insonlarning vaksinaga bo'lgan ishonchi yoki vaksinaninki unumlik unumlik emas, uningga bo'lgan qarash to'g'risida har xil ro'y sinashlarni ilib borgan bo'lib, men tövende shu o'zim biroz vakil xarakterlik ega deb qaragan ro'y sinashning natijasidan birini qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu hergiz shu Xitoydan tarqagan vaboga qartilgan bir ro'y sinash bo'lmasdan, balki umumyuzlik insonlarningki shu umumyuzlik vaksinaga bo'lgan ko'z qarashi bo'lib, bu tekshirishning natijasiga asoslangan vaqtida butun dunyoda o'tir hisob bilan 79% odam vaksina bexatar deb qaraydi ekan, 7% odam vaksina bexatar emas deb qaraydi ekan, anandan keyin 14% odamniki vaksinaga qarshi bir xil mujmal bo'lib, ular betaraflik qarashdi ekan. Butun dunyoda o'tir hisob bilan 84% odam vaksina unumlik deb qaraydigan bo'lib, 5% odam vaksinaning hech qanday unumi yo'q deb qaraydi ekan. 12% odamningki qarshi betaraflik qarashda. Ya'ni vaksinaninki unumi bor debmi qaramaydigan, unumi yo'qmi deb qaramaydigan odamlar 12% egallaydi ekan. Endi bu ko'rayotganinglar mushu har qaysi rayonlar, ya'ni qit'alardagi vaksina bexatarligiga bo'lgan ishonchisi to'g'risida ilib berilgan bir tekshirishninki natijasi bo'lib, bu rasmda ko'rsatilgandagidek mushu butun dunyo miqyosida, ya'ni Janubiy Osiyo davlatlariniki vaksina bexatarligiga bo'lgan ishonchisi eng yuqori bo'lib, ularningki taxminan 95% vaksina bexatar deb qaraydi ekan. Nisbatan aytgan vaqtida Sharqiy Yevropa davlatlariniki vaksina bexatarligiga bo'lgan ishonchisi eng to'van bo'lib, oran 50% odam vaksina bexatar deb qaraydi ekan, ya'ni Sharqiy Yevropada. Undaqda butun dunyo miqyosida
qaysi davlat vaksinaga bo'lgan ishonchi eng yuqori deganda shu butun dunyoda vaksina bexatarligi bo'lgan ishonchi eng yuqori bo'lgan davlat Bengal bo'lib, Bengalda 97% odam, ya'ni shu tekshirishga qatnashgan 97% odam vaksina bexatar deb qaraydi ekan. Bengalda shu bolalarniki vaksina emlash umumlashish nisbati 95%. Yani Bengalda 95% bolalarga asosan vaksina emlangan, yani har xil vaksina emlangan ekan. Nisbata aytgan vaqtida Ukrainaning vaksina bexatarligiga bo'lgan ishonchi eng to'van bo'lib, Ukrainada oran 29% odam vaksina bexatar deb qaraydi ekan. Mutlaq ko'p qism odamlarniki vaksinaga bo'lgan pozitsiyasi bir xil mujmal, yana betaraf bo'lib, ular ishonchlikmi deb qaramaydi ekan, ishonchsizmi deb qaramaydi ekan. Ya'ni o'tirliqdagi betaraflik pozitsiyada bo'lganlar ko'p sonni egallaydi ekan. Andan keyin Ukrainada bolalarning vaksina emlash nisbati 94%. Ya'ni garchi ular vaksinaga ishonmasa-mu, lekin bu davlatda bolalarga vaksina emlash nisbati yanada yuqori hisoblanadi ekan. Undaqda Amerikada qandaq degan vaqtimizda, Amerikada 72% odam vaksina bexatar deb qaraydi ekan, 11% odam vaksina bexatar emas deb qaraydi ekan. Amerikada bolalarniki vaksina emlash nisbati 93%. Yani nisbata aytgan vaqtida yuqorida deb o'tgan Bengal va Ukrainadan yana sal to'van. Anından keyin taraqqiy qilgan davlatlar ichida vaksinaga ishonmaydigan odamlar eng ko'p davlat Yaponiya bo'lib, Yaponiyada oran 34% odam vaksina bexatar deb qaraydi ekan. 8% odam vaksina bexatar emas deb qaraydi ekan. Andan keyin o'tirliqdagi mutlaq ko'p sondagi odam ham vaksinani ham e'tirof qilmaydi ekan, ham inkor qilmaydi ekan. Yani o'tirliqdagi qarashdagi odamlar ko'p sonni egallaydi ekan. Yaponiyada bolalarning vaksina emlash nisbati 88% bo'lib, yuqorida tilga olgan bir qism davlatlardan, ya'ni Amerika, Bengal, Ukraina degan davlatlardan to'van ekan. Endi bu Xitoydan tarqagan bu vaboga qarshi vaksina masalasi kelsak, endi bu vaksina shu bozorga kirsa, biz darhol vaksina uramiz degan qarashdagi davlatlar to'g'risida ilib berilgan bir tekshirish bo'lib, bu Xitoyda vaksinaga bo'lgan qizg'inlik eng yuqori ekan, ya'ni 97% odam vaksina bozorga kirsa, biz vaksina urimiz deb qarayotgan bu tekshirishning natijasida. Andan keyin nisbata aytgan vaqtida vaksina udurishga, ya'ni vaksina emlashga eng qiziqmaydigan davlat Rossiya bo'lib, uningda 54% odam vaksina udurdiganligini, 47% odam qiziqmaydiganligini bildirgan. Andan keyin bizning Amerikada bo'lsa 67% odam vaksina udurdiganligini, 33% odam udurmaydiganligini bildirgan. Albatta bu 67% odam udurdiganlar degani damalliqqa udurmiz deganlar emas, vaksina chiqsa udurmiz deganlar. Hamda men oldin qitimqi leksiyarim degandek birinchi turkumda udurmiz deganlarning nisbati, ya'ni nisbata biroz to'van, 3 oydan keyin udurmiz deganlarning nisbati biroz yuqori. Bunday aytgan vaqtida bu davlatlarniki vaksinaga bo'lgan qizg'inligi, ya'ni ularniki vaksinaga bo'lgan ishonchi bilan bevosita munosabatlik deb qarashga bo'ldi. Endi vaksina udurmaymiz degan kishilarniki udurmaslikdagi asosliq sabablari nima degan vaqtida, bu Yevropadagi bir necha davlatlarda ilib borgan tekshirishning natijasiga asoslangan vaqtida 24% odam, ya'ni vaksina udurmaymiz degan odamlarning 24%i hozir shu bozorga kirgan shu Xitoydan tarqalgan vaboga qarshi vaksinaning bexatarligi, ya'ni yuqori emas, bexatar emas deb qarayotgan. 21%i
Mushu vaksininiki aks ta'siridan andish qilayotgan, shu sababdan vaksina udurmayman deb qaragan 14% mushu nimaninki hozir mush tarqayotgan mushu vabo, ya'ni Xitoydan tarqan bu vaboninki unda xatarlik ekanligiga ishonmaslik sababidan vaksina udurmayman deb qarayotgan 11% odam prinsip bo'yicha vaksina inkor qilayotgan, ya'ni vaksinaga ishonmayotgan. Anandan keyin mushu tabiiy yuqumlanish orqali men 8% mush tabiiy yuqumlanish orqali immunitet kuchiga ega bo'laman deb qarg'anligi uchun ular vaksina udurishni xohlamayotgan. Bular mush Yevropada ilib berilgan tekshirishninki natijasiga asoslangan vaqtida yana vaksina udurishni xohlamaydiganlarniki vaksina udurmaslikdagi asosliq sabablari va andishalari. Bugungi mushu har qaysi davlatlarniki, xalqlarniki vaksinaga bo'lgan pozitsiyasi to'g'risida ki bu qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berib anglaganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.